Buldu. Başlandı. Assalamu alaykum, hürmetli qarindoshlar. Bugungi Dünya Uyg'ur Qurultiyi muhokama munbiriga xush keldinglar. Men bu ekran orqali muhokama munbiridagi bugungi programmamizga qatnashgan dunyoning har qaysi joylaridagi ziyolilarimiz, shundaqla tor orqali ekranimizdan bu muhokamamizni ko'rayotgan barliq qarindoshlarimga chin yurakdan samimiy salomimni yo'llayman. Vatanimizda Xitoy mustabid hukumatining irqiy qirg'inchilik elib berish natijasida Uyg'ur tili vatanimizda tadrijiy holda iste'moldan qoldirilyotidi. Tariximizni burmulab ming yuz shaklini bargancha kuchaytmoqda. Bo'libmi ajdodlarimiz bizga qoldirib ketgan madaniy meroslarimiz Xitoy hukumatiningki nuqtaliq yo'qotish obyektiga aylandi. Shunda bir sharoitda biz tariximizda o'tgan mashhur shaxslar, mashhur voqealar to'g'risida hujjatli material hozirlab ve muhaciratda yaşayotgan nüfuzluq ziyolilarimiz bilan bu materialning mazmunini texmi kengaytib, muhaciratda yaşayotgan qarindoshlarimizningki bu sohadagi tushanchisini chuqurlashtirish, shundaqla avlodlarimizga bu to'g'risida hujjatli material qilib qoldirishni maqsad qilib Dünya Uyg'ur Qurultiyi tadqiqot markazi bu munbarni ta'sis qilgan. Bu muhokama oyda bir qatim ilib beriladi. Bugungi muhokamamizni mashhur diniy olim Mehmet Samollam hojimninki hayotiga bag'ishlandi. Men tuvanda bugungi munbirimizga muhokamamiz uchun qatnashgan aziz mehmonlarimizni qisqacha tanishtirib o'tay. Abdul Qarajim Germaniyadan sobiq Dünya Uyg'ur Qurultiyi diniy ishlar komitetining mudiri bo'lgan yetishgan diniy ziyolilarimizning birisi. Turg'unjon Alovuddin hojim xalqaro diniy ishlar xalqaro o'limalar birligininki muavir raisi, muhojiratda yashayotgan xalqimiz ichida to'nilgan nüfuzluq diniy arboblarimizning birisi. Farhod Muhammad afandim peshqadam jurnalist, vatan ichi va sirtida jurnalistlik xizmati bilan uzun shug'ullangan, shundaqla Dünya Uyg'ur Qurultiyininki muavir raisi. Doktor Azi Qutlug' Qadiri afandim uzun yil Urumchida xalq nashriyotida xizmat qilgan, ijtimoiy fan sohasida tanilgan, muhojirat yashayotgan nüfuzluq ziyolilarimizning birisi. Hammanglar xush keldinglar. Muhokamamizningki birinchi mazmunida Mehmet Salih Damollam hojimninki nasabnomasidan boshlasak, marhamat doktor Azi Qutlug' Qadiri afandim. Assalamu alaikum. Hürmetli qarindoshlar. Bugun bir xosiyatli programma bo'lyapti ve bu programni boshlash oldida turibmiz. Bu programmamizda Sharq Turkiston tuprog'ida yashagan cesur olimimiz, diniy ve ilm sohalarida tanilgan o'limarimiz Muhammed Salih Damollam Qashqarining ijodiyati ve shundoqla hayot haqida to'xtalib o'tmoqchi. Muhammed Salih Damollam bilan uzun müddet Ürümçi'de yaşaş, yani İctimai Fənlər Akademisi, Din Tədqiqat İnstitutunda işləyətən ve keyin İslam İnstitutu'nun müdiri bolğandan tartib biz klassik edebiyat, yani klassik edebiyat degan vaqtimizda Çağatay edebiyatida elib berilgan bir qism tədqiqatlar, yani Bulaq jurnalida e'lon qilingan klassik eserlarni nashrga tayyorlashda uzun muddat hamsuhbatda bo'ldik va ofuqlarda o'tdik. Merhum Mehmet Salih Damollam 1939 yılı Atış'ta dinni ve mərifətpərvər aile Salih Damollam'ın ailesi dünyaya gelgen. Yani Mehmet Salih Damollam'ın ki dadısı merhum Salih Damollam'ın ki bu fotosureti. Şu aynı vakit tartılgan fotosuretken keyin Damollam bunu özünki Mısır'da neşr kılınan kitabıda
dadısının bu suretini kullangan. Mehmet Salih Damollamның dadısı dinni zatlı bulup kalmay, ağaçta ötken naiti menfaatlarda ölüma ve dinni alımlardan biri. Mehmet Salih Damollamның ki dinni sahadaki bilimi ailesinin terbiyesi bilen, yani dadısının terbiyesi bilen 11 yaşa kelgan vaqtda Kur'an-ı Kerimni to'liq hafiz qilib bo'lgan bu taraf qorilardan biri bo'ladi. Ve dadısıdan Arap, Faris tillerini öğreniş bilen birge Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerif, fiqh ve başka dinni ilimlerini öğrenip özününki O'rta Şarq edebiyatı, yani O'rta Şarq edebiyatı degan vaqtimizda Arap, Faris edebiyatıdan belgilik bilimlerge ega bo'ladi. Arap, Faris tillerinde mükemmelleşidi. 1956 yılı Muhammed Salih Damollam Xitoyninki Beşbaliq, yani Beijing'deki İslam İnstitutu'na o'quvchi olup qabul qilinib, bu institutda 4 yılgacha Mısır azaldan taklif qilingan Abdullatif qatorliq ustozlardan Arap edebiyatı, Arap tarihi, İslam tarihi, hadis, Kur'an-ı Kerim, fiqh ilimlerde naiti mükemmellik bilen öğrenip 1960 yılı o'qishni tamamlagandan keyin Sharq Turkistonga qaytib kelib, Sharq Turkistonning yani Urumchidagi Xitoyning ijtimoiy fanlar akademiyasi din tadqiqot o'rnida, din tadqiqot institutida tadqiqotchi bo'lib ishlagan. Muhammed Salih Damollamninki oilaviy kelib chiqishi, bilimlik, ma'rifatparvar oila bo'lganligi uchun Damollamning Muhammed Salih Damollamninki adabiyot va din ilmlarida naiti yetuk olim bo'lib chiqishiga marhum dadasi Salih Damollamning to'kisi cho'ng. Merhumninki Salih Damollam, yani dadası yalnız dinli ölümal olup kalmasın. Şu vakitte ötken Şark Türkistan'daki meşhur şairlerimizden biri bulup hesaplandı. Ben yani kalan kerindaşlarımız sözde boğandığın ki Mehmet Salih Damollam'ınki ilmi hizmetleri, edebiyat sahasida ilip bağlan tədqiqatları ve bu cihetteki töküleri hakkında toplup ötümen. Ben hazır kısıkçıla Mehmet Salih Damollam'ınki tercümalı ve ailesi hakkında 5. doktorum. Köp rahmet Doktor Azı Kutluq Qadir efendim. Sizinki Muhammed Salih Damollam to'g'risida nasabnamasi to'g'risidagi atrofli tushunchingiz uchun. Hürmetlik Abdel Qarajim, Muhammed Salih Damollam hacim o'zininki Qur'on Kerimni biz Uyg'ur tiliga tercüme qilib, bizni Qur'on Kerimning mazmunini bevosita o'z tilimizda tushunish fursatiga ega qilgan bu zo'r amigi vatanimizning ichi, shundaqla islom dunyosida zo'r bir ta'sir qo'zg'agan zot. Siz bu Qur'on Kerim bizning tilimizga, ya'ni Uyg'urchaga tarjima qilingandan keyingi vatanimizda yuz bergan diniy jihatdagi gulinish to'g'risidagi kechirmishlaringizni ko'pchilik bilan o'rtoqlashgan bo'lsak, marhamat. Assalamu alaikum. Aziz vatandaşlar, yurttaşlar. Benim bugün bu sohbetke teklif kılınanlar için nayet xursandman. Aldı bilen hemmeylenne çın kalbimden salamlayman. Şimdi Muhammed Salih Damollam'ınki bugünkü bu programda yer edişi milletimiz için, halkımız için bir faydası doğrusu. Muhammed Salih Damollam biz Uyg'urlar tarixidagi mush vatanga, millatga tuhfa qo'shgan nayti katta olimlarning ichidan o'rin oladi. Masalan, bu tarixda Mahmud Qashqari, Yusuf Qas Hojib, bularning asarlari, Navoiyning she'riyatdagi asarlari, Farabiyninki falsafadagi yuksak bahasi, shundaqla Sobit Damollam va Abdülkadir Damollam, Elixon Töre. Bu endi şahsiler bazıları devlet kurgan, bazıları ming yılning yoqi xalqimizga o'chmas asarlarni qoldirib, bugungi kunda mushu ming yilning yoqi bu asarlar xalq ichida o'qilib, tadqiq qilinib, texnikki xalqimizga nurg'un foydali manbalarni elib kelgan bo'lsa, Muhammed Salih Damollamning bu Qur'oni Karimning tarjimasi ve Sahihul Bukhari cevherleri önünden başka 16-20'dek yüzünki eserler var.
onundan başka nurgun maqalalarını yazgan. Muşu eserleri biz halkımız uzun müddettin beri Çağatay tilde, her xil Arap tilde, Fars tilde yazılgan eserler medreselerde ve şu alim ulemalarınki sohbetlerde bo'lgan bo'lsa-mu, Qur'oni Karimdan iborat bu nurli kitap öz ana tilimiz bilan, xususan hozirgi zamon Uyg'ur tili bilan xalqimizga Muhammad Salih Damullamninki qalami orqali 84-yili bu yuz ko'rishdi. Bu Muhammad Salih Damullam bu Allah'ın kalamı bo'lgan ijtimoiy, diniy, aqida ve bütün alem şumul bu insoniyatni dunyo va oxiratlik saodat bengligi baxtiyorlikka erishtiradigan bu kitobni xalqimizning umumiy xalq hozirgi zamon Uyg'ur tiliga tarjim qilinishi xalqimizningki bütün Sharqiy Turkistondagi 20 milyon, 25-30 milyon bu xalqninki Allah'ın kalamı bo'lgan bu kitobni şu bivasta öz tili bilan o'qib, tushunib, uningda sog'lom aqida bilan ibodat qilishga, sog'lom bir aqida bilan tavhid e'tiqodi bilan uningga e'tiqod qilishda va ijtimoiy munosabatlardagi to'g'ri durustlikda o'zimizningki dinimizning asosini tushunishda nihoyat zo'r tuhfalarni qo'shgan. Bu hamda vatanimizningki har qaysi joylarda nurg'un katta olim, ulamolar, qari Qur'onlar, hafizlar o'tgan bo'lsa-mu, ularning yozgan asarlari ba'zi nashr qilingan, ba'zi nashr qilinmay qolgan, ba'zilar Chagatai tilida, ko'ni Uyg'ur adabiyotida Uyg'ur tili bilan yozilgan. Uningdan xalqimiz va yoki Fors tili bilan yozgan va yoki Arab tilida yozgan. Bu öz xalqimizning hozirgi zamon Uyg'ur tili bilan xalqimizga yuz ko'rshanmaganligi uchun buningdan xalqimiz to'liq foydalanmagan. Muhammad Salih Damullam o'tning ichida, ya'ni bir qo'lida shu o'tni cho'g'ni tutganga o'xshash, shu zolim qanxo'r Xitoy hokimiyatining ichida turib, shu hokimiyatning qo'l ostida turib, Qur'oni Karimni Uyg'urcha tarjima qilib, buni nihoyat ustalik bilan nashrdan chiqarib, xalqimizga yuz ko'rishning o'zi mushu davrdagi bir mo'jizadek bir ish. Hozir endi Qur'on o'qigan, Qur'on uydan chiqib qolgan odamlarni lagerlarga turmalarga salovatidi. Bu kishiningki, bu zotningki hamda Qur'oni Karimni tarjima qilish jarayonidagi riyozati, amgiki bu qiyomat kuchlik xalqimiz ichida o'lmaydi. Bu xalqimizning Qur'oni Karim tarjima qilingandan keyin e'tiqod buzuqligi o'ngshadi. Masalan, uningdan burunqi nimalarda har shaharda degandek birdan mazor tikinib, shu mazorga jo'qinib, mazordan panoh tilab, bu sog'lom aqidalar madrasalarda o'qillar bilgan bo'lsa-mu, umumiy avom xalqqa yetib berilmay, xalqda sog'lom bir aqida yetib pishib yetilmagan. Muhammad Salih Damullamning bu asarni o'qigandan keyin xalqimizda sog'lom aqida bir yetildi. Allah'ın kalamı bo'lgan bu kalamni bevosita o'qib tushandi, Allohga bo'lgan ibodatlarni joyida qilishni o'rgandi, aqidaning Alloh bo'lgan iymonning nimaligini, islomning nimaligini xalqimiz o'rgandi. Shu jumladan Muhammad Salih Damullamning bu qilgan xizmatlari mangu xalqimizningki misli o'lmaydi. Bu ta xalqimizningki bütün viloyat, shahar, noya qishloqlargachilik Muhammad Salih Damullamninki bu asri birinchi nashrdan chiqqan vaqtida azroq qalbida iymon bor kishilarning hammasining o'ylarida nihoyat suyilib saqlandi. Bu asar buningdan burun, ya'ni Muhammad Salih Damullam bu Qur'oni Karimni Uyg'urcha tarjima qilishdan burun zarb qarajim Qur'oni Karimning tafsirini nihoyat mukammal, ajoyib zodi shu ilmiy qobiliyati bilan yozgan bo'lsa-mu, bu kitob shu zamonlarda nashr qilinib xalqimizga şu hozirgi zaman Uyg'ur tili bilan yuz ko'rishmaganligi uchun bu xalqimiz uningdan foydalanmay qoldi. Bu o'tgan 2 yil burun Istanbulda nashr qilindi, ammo nihoyat tafsili bir tafsir. Ammo Muhammad Salih Damullamninki bu Qur'oni Karimning tarjimasi qisqa shaklda ham tarjima, ham tafsir, ham bu Qur'oni Karimninki izohati, oxirsida tushunmay qolgan yerdagi izohati nihoyat mukammal elib berilgan bir tarjima. Buningdan umumiy xalqimizningki shu yillardan beri madrasalarda ko'milib qolgan Qur'onni bevosita Uyg'urcha tarjima qilsa bo'lmaydi. Buni avval Farscha tarjima qilib, Farschadan undan keyin Uyg'urcha tarjima qilib, Chagatai tilida o'qib, tahqiq degandek madrasalarda shunday gaplarni biz o'tib,
hozirgi zaman xalqimiz to'liq tushunarligidek Uyg'ur zamonga Uyg'ur tili bilan tarjima qilishi bu Muhammad Salih Davullamninki chunqur amgak. Umuman xalqimiz mushu 85-yildan tortib shu nashrdan chiqib 84 nashrdan chiqdi. Hozirchilik bu Qur'oni Karimning tarjimasidan umuman xalqimiz bo'lsin, ziyolilar bo'lsin, dehqonlar bo'lsin, hammadan to'liq foydalanyotdi. İnşallah bu zatninki bu emgak qiyomatgacha o'chmaydigan shunday bir emgak, bu nurliq bir parlaq bir istiqboli bor ish. Bu zatga Cenab-ı Allah'dan rahmet, merhamet, Cenab-ı Allah'ninki âli cennetini tilaymiz. Bu zatning hayoti emas, Muhammed Sadi Damullamninki vafatimi, o'lib ketgan vaqtimi bütün dünyadagi Uyg'urlar bu zatninki o'limini anglagandan keyin g'oyibona namozi o'qildi. Bu endi islom tarixida nihoyatda mukammel shunday cho'ng zatlarga o'qilgan payg'ambar alayhissalatu vassalam Habishistonning podshosi shu musulmonlarga dastlabki birinchi qatam hijrat qilgan musulmonlarga panohlik bergan bu adil podshoga o'lib ketgan qabrini olganda g'oyibona namozni o'qigan va Imom Buxoriy o'lib ketgan vaqtida butun dunyo miqyosidan 100 minglarcha namoz, 100 minglarcha insonlar kilib namoz o'qigan bo'lsa, kelinmaganlar butun dunyo bo'yicha uning g'oyibona namozni o'qigan. Muhammad Sadi Damullarım vafot bo'lib ketgan vaqtida shahid qilindi. Bu shahidning namoziga biz hamda chet elda turib vatan ichidagilarga qatnashish imkoniyati bo'lmadi, lagerda o'lib ketgan bo'lganligi uchun chet elda buningki g'oyibona hammamiz namozni o'qigan bo'ldik. Buningki bütün dünyadaki her xil ixtilofli fikri o'xshashmagan xalqimizningmi bu kishininki namozini o'qishda bu vafot bo'lib ketgan vafotimi xalqimiz uchun bir foydali bo'ldi. Bu kishininki hamda nimani ko'rsatdi deganda fazilatli xalqimizga qilgan shu xizmatining amgininki mevasi deb qarashga bo'ladi. Rahmat. Evet, atrofli izohatingiz uchun ko'p rahmat. Xuddi siz tasvirlagandek biz asli Dünya Uyg'ur Qurultiyi tadqiqot markazi bir yil bu Muhammad Salih Damullam hojimninki islomiyatga ko'rsatgan xizmatlari, shundaqla muhojiratda yashayotgan o'zininki ayni vaqtida tarbiyalagan shogirdlarini taklif qilib bir xalqaro bir ilmiy muhokama yig'ini uyushtirishni plan qilgandik, ammo koronavirus sababli bu planimiz amalga oshmay qoldi. Inshaalloh oldimizgi yillarda vaziyat o'ng'alsa, cho'qim bu xizmatni amalga oshiramiz inshaalloh. Xo'sh, xuddi yuqorida Abdujil Qarajim tasvirlab o'tgandek, bu kishi ham diniy olim, adib, millatimizni ma'rifatparvarlikka yetaklagan, chaqirgan. Bu noktadan hürmetli Turg'unjon Aloviddin hojim, siz muhojiratda o'qish jarayonida, vatandagi vaqtlaringizda o'zingizningki bu ma'rifatparvarlikka chaqirish to'g'risidagi kechirmishlaringiz to'g'risida to'xtalgan bo'lsak, marhamat. Assalomu alaykum. Oldi bilan men ustoz Muhammad Salih Damullah hojimning bu dünyada xotirjam shahidlik martabasiga erishadiganligini va erishganligiga ishonaman va Alloh taologa duo qilaman. Inshaalloh ustoz shahidlik martabasiga erishdi. Chunki ustozning qilgan xizmati nihoyatda yuqori baho berishga bo'ladi. Chunki degandek Qur'oni Karimni bizning hozirgi zamon tiliga, ya'ni hamma Uyg'ur Qur'onni qo'liga olsa o'qib tushunadigan shaklda, nihoyatda aniq shaklda tarjima qilib chiqqan. Undan keyin ustozning yana bir cho'ng asari Islom institutini o'zining tirishchanligi bilan qurib minglagan o'quvchi o'qitib yetishtirgan. Xitoy hokimiyati bu Islom institutini voy biz qurdik. Biz mana shunday dinga kengchilik qildik. Dini erkinlik berdik, bunday yo'lda ichib berdik, institut qurib berdik, masjidlarni ichib berdik deb o'zini islom dunyosiga va xalqaroga chiroyli ko'rsatishga tirishib keldi hozirga qadar. Ammo bu islom institutini Xitoy hech qachon bir mablag' ajratib qurib bergan emas. Bu islom institutini ustoz Muhammad Salih o'zi tirishchanlik bilan xalqarodagi islomiy
teşkilatlar, çoğun İslam devletleri bilen özünün münasebetinden faydalanıp bu kişilerin yardımı bilen, şu devletlerinin, halkara teşkilatlarının yardımı bilen bu üniversiteyi özü kurup çıkan. Hiç qandaq bu yerde Xitayning bu üniversite kuruşda Xitayning töhfesi yok. Bu en çok bir eseri. Endi Ustaz Muhammed Salih bizning vatanimizda tonultup kalmasından fakat Uygurlar işitilemez. Bütün İslam dünyasında ve İslam devletlerinin, devlet rehberlerinin işitimi nayeti tonulgan bir zat. Bu kişi misalen Marrakeş padişahlığının padişahı Hasan II. Hasan'ın Ramazanlık her yıl ötküzdüğün Ramazanlık sohbetige bütün dünyadaki dini ulemalarını tallap çağırıp dini sohbet ötküzdüğün bir nemesi batı faaliyetti Ramazan ayında. Bununla birkaç kıtım katlaşkan bu kişi. Ondan 91 yılı biz Mısır'da okuvatkan mezgilde bu kişinin Mısır'ın aynı vakitteki reisi Hüsnü Mübarek her yılı bu İslam alimlerine berdiğen, yani İslam'a hizmet gösterken dini ulemalarga berdiğen Mısır'ın âli derecelik mükafatı var. 91 yıllık mükafatını Ustaz Muhammed Salih'e ayırıp alahide davet çağırgan. Bu kişi Mısır'a geldiğinde Mısır'ın devlet televizyonunda mübarek alayda bir murasim ötküzüp, şu murasimda Ustaz'a bu mükafatını takdim kıldı. Hem bu mükafat hem maddi hem şeref nişanı, takdirname. Devletinin, Mısır devletinin en âli derecelik, devlet derecelik bir halkaralık mükafatı. Yani bu mükafatın ağallığını biz akşam keçlik tamak deyilip televizyon görüp sabahtaşlar bilen oturup görüp nahayeti hayacanlanıp koşup gittik. Sonra biz ertesi bu kişini izlep mehmanxonaga barsak. Mehmanxonadan chiqib etibdikan, shu yerda biz salomlashib ko'rishib, biz Uyg'ur o'quvchilar ekanligimizni tunishtirib qo'ygandan keyin bu kishi nayt qo'shib ketdi. Men mislni izlab mangandim hozir. Sizni izlab yo'lga chiqqandim shu Misrda. Bizning o'quvchi bolalarimiz bor deb sizni izlab topmoqchi edim. Vajab yaxshi gapsizlar, nayt qo'shib ketdi. Qaytib mehmanxonaga kirib bizga mehmon qildi. Tamoq yedik, suhbatda bo'ldik. Nayt yaxshi tunji qatim shu yerda ko'rishimiz bo'ldi men. Çünkü vatan içinde ondan burun şu Kur'an-ı Kerim'ini tercüme kılgan vaqtlarda Kur'an-ı Kerim'ini elip okugandık. Keyin onun aldın Sahih Bukhari Cevherlerini tercüme kılgan vaqtda o kitabını hep okugan. Ben o kitaplar vatanimizde tunji qatim hazır zaman Uygur tilida besilip tarqatilgan kitaplar. Yani bu kişinin o vatanda özü bilan ko'rishib bakmagan. U yerda ko'rishib, nayt bu kişinin nayt kemter, nayt bir canga yaqin bir inson ekanligini texmi his qildik. Yani ko'rib bu kishi bizni o'zining bolalaridek nayt mehribonlik bilan u vaqtda Misrda bir 10 necha bolalar o'qiydik emasdi. Nayt kemterlik bilan bizning o'quvchilar yurtiga kelib, bizni yo'qlab nayt bizga her cihetten yardım kılıp, çıraylık vaz nasihatini kılıp, bizga halkımızın, milletimizin ihtiyacı bağlılığını, okusunu yaxshi okup, a'la derecelik ünvanlarını elip, yaxshi ilim tahsil kılıp, vatanga qaytib berishimiz kerakligini, vatanga qaytib borgandan keyin hammamiz her yurtdan qata qilib, qarindoshlarımizga, o'zimizning milletimizge dinimizni haqiqiy to'g'ri shaklda yetkazish lozimligini bizga aytdi. Tafsil tushuntirib, vaz nasihatlar, chiroyli gap so'zlarni qilib, bizni ilhomlantirib, bizni millatning kutayotganligini aytib, nayt yaxshi ko'nglimizni yo'ritib, shunday qildi. Endi bu kishi Misrda 10 kundak turdi. 10 kundak turish jarayonida endi biya kelgandan keyin
uyak buyakni yo tamaşa kız geldi bulup mu Mısır degan bir sayahatır devlet oğaşka nurgun nemiyeler var. Körüp tamaşa kılgan. Ama bu kişi aşı maksus aşı vaktini sap kitapxanaga. Ben 10 gün jarayonida her gün degdek billa boldum. Davamlıq deydi şu kitapxanalarını göreyli, kütüpxanalarını göreyli, eserler bir narsa ögündiğen bir nimelerni göreyli, muzeylarni göreyli dep sap şu en mühim bolgan, yani insanga faydalı bolgan ilim merkezlerini, ilim marifet merkezlerini, tarihi mındak yerlerini ziyaret kıldık. Bulup mu en köp kitapxanalarını ziyaret kıldık. Bu kişinin şunda kitap kumarı bakın ki şunda ilim egisi yani yetişken bir alim durup yeni ilimge toymay, benim bu ilmim yeni kemçil kıldı, ben yeni öğrenişim gerek dep, yeni nurgun kitaplarını satıp aldı bir yerde. Aşında kılıp bu kişi şu derecede ilim marifetke iştiyakı ba ustazdı. Hem bu kişinin İslam'a çağırış, İslam'a davet kılış uslubumu nayeti ilmi şekilde, hakiki Kur'an'ın emri boyunca. Kur'an'da Allah Teala'nın yoluga peygamberimizge buyruk düşürüp emir kılıp deydi. Sen Allah'ın yoluga çağırganda hikmet bilen ve bil hikmet ve mev'izetil hasene deydi. Yani çıraylık nasihat bilen çağır. Hiç kopallık emez. İlmi bolmagan kopal sözler bilen emez. Nayet ilmi şekilde çıraylık vaz nasihat bilen çağır. Eğer münazır kılıp kalsa başkalar sen bilen çıraylıkçı münazır kıl. Yani hapı bulup onu vakırap uruşup kıma degen Kur'an-ı Kerim'nin talimatı var. Bu kişi muşu talimatka uygun asasda meyli her kandak yerde sözlüsün, meyli kandak yerde tebliğ kılsın. Bu kişi nayeti kemterlik bilen, nayeti çıraylık ilmi şekilde, ilmi asasda sözleydi. Bu kişinin halkımızga, milletimizga, vatanimizga qo'shgan töhfesi nayeti yuqori. Aşunda Xitoyning her xil taqibi ostida turibmi bu kishi yanada tirishchanlik bilan o'zining xalqiga xizmat qildi. Onun ustiga bu xalqning islom dunyosi bilan bo'lgan aloqasiga alayida bu kishi töhfa qo'shdi. Chunki mushuk ustoz Muhammad Salihning şu Kur'an-ı Kerim'ini tercüm kılıp muş kişinin oturga çıkışı bilen İslam dünyası bir Uygur milletine asta tunuşku başladı. Ondan burun bilmeydi biz kega vaxtlarda Mısır'da Uygur desek bir kimle düşermeydi. Ustaz kilip şundalla televizyonda mübarekinin mukabitini elip taza bizden şu çimen dopu bilen sahneye çıkandan keyin bütün Mısırlıklar hem bütün İslam dünyası bu kişini texmi yaxshi tutunup şunun bilan birge muşundaq bizning vatanimizda muşundaq milyonlagan Uygur musulmonlarning borligini, mavjudligini, bularning texi dinini saqlab kelayotganligi, hech qachon dinni unutib ketmaganligi, o'zining dinida ching turayotganligini aşağıda bu kişi orqali İslam dünyası tunib yetdi. Şuna bu kişini qanchalik biz ta'riflasak, qanchalik maqtasak arziydi. Allah Teala tekrar bu kişini şehitlik mertebesiga yetkizsin. Bir şehit deb biliniz elbette. Allah rahmet kılsın ve ustazning ballarına, urug' tuqqanlarga Allah sabr taqat ata kılsın. Ularni erkinlikka erishtirsin inşallah. Milletimizning bu kişinin arzulagan arzusu bo'yicha inşallah örlükle eriştirsin. Rahmet. Nayeti etraflık izahatlarımız için köp rahmet Turguncan hacım. Xude köpçülük yuqurda degandek bu büyük zat nayeti qaysar bir kişi bo'lgan. 1992 yılı 8. aylarda bo'lsa kerak, ayni vaqtidagi Malayziyaning ministri Mahathir bin Muhammad Beijingdagi ziyoratini tugatib, Urumchida 2 kun ziyoratga kelgan. Shu vaqtida Abdunum rayonining raisi Temur Davomat qabul qilib, Islom institutida bir bizning Sharq Turkistondagi
asosliq muhim ziyoli shu diniy ziyolarimiz degan kishilarni ham shu diniy sohaga mas'ul hukumat xodimlarini yig'ib bir muhokama bo'lgandi. Men muxbirlik salohiyatim bilan qatnashgan 50 ga yaqin shu diniy sohadagi xizmatchilar shu Temur Davomatninki yetakchiligida bu bosh minister Mahadir bilan o'tkazilgan suhbatda ko'p sondagi qarindoshlarimiz diniy sohadagi xizmatchilar Xitoy Kommunist hukumatiningki vatanimizda elib berayotgan diniy xizmatlarninki qutuqlari to'g'risida to'xtaldi. Ammo shu naq maydonda o büyük alim Mehmet Salih Damollam mushundaq bir nupusi ko'p zimini kang bo'lgan bir ziminda faqat siz turayotgan mushu islom institutidan boshqa bir islom instituti yoki islom hukumat tarafidan tasdiqlangan bunda bir o'qishninki diniy jihatda tarbiyalashninki nati yetarsiz ekanligini dadillik qaysarlik bilan o'tirib qo'ygan. Xuddi Abay Abdul Qarajim degandek bu o'tning ichida turib shu gapni qaysarlik bilan deyalgan. Shuning bilan yig'inda u masalalarni o'tirib qo'ydi. Kashda hukumat tarafininki Malayziya hukumati bilan maxsus bir muhokamasi bo'ldi. U muhokamaga biz muxbirlarni qatnashtirmadik, ammo biz shu Mahadir tushgan Yanan mehmonxonasida sirt saqlab turdik. Keyin anglasak, yig'indan chiqqanlar dediki, Mahadir shu Mehmet Salih Damollam hojimninki o'tirib qo'ygan masalalar bo'yicha Urumchida, Qashqarda ikki islom universiteti qurish. Buning chiqimini yerlik hukumat qanchalik chiqim ketadi, o'qitish ishlarini qanday ilib bordi, ikki islom universiteti qurib, bu universitetninki barliq chiqimlarini Malayziya hukumati ustiga elish, o'qitish ishlarida islom allaridan shu islom diniy sohadagi professor doktorlarni taklif qilib, islomiy jihatda nihoyatda sistemali ilib berish, bu o'qitish jihatda islom allari bilan boshqa bu nimaninki Malayziya hukumatiningki bu jihatda universitet qurib bo'lgandan keyingi iqtisodiy yordam emas, uningdan keyin davomli yordam qilganligi to'g'risida hukumat taraf bilan birlikka kelgan. Ayni vaqtda Temur Davomat rais bo'lgan bilan uningga ifoda bildirish salohiyati yo'q. Xitoy hukumati tarafidan qo'nchoqqa aylantirilgan bir rais bo'lg'achqa uni Beijingga doklad qilgan, ammo Beijing hukumati uning qo'shilmaganligini biz keyin xabar topdik. Demak, bu zot ham qaysar millatninki, ya'ni millatimizningki bu diniy sohadagi ishlari ham emas, butun islom dunyosida qaysarlik bilan o'zining fikrini o'tirib qo'ya olgan bir zot. Xo'sh, hurmatli Farhod Muhammad afandim, siz uzun yil vatanda muxbirlik xizmati bilan shug'ullanish jarayonida Muhammad Salih Damollam bilan ko'p uchrashgan, siyosiy kengashning yig'inlari, xalq qurultayining yig'inlari, avtonom rayonlik ya'ni vatanimizda shu diniy sohadagi xizmatlar yig'ini qatnash jarayonida ko'p uchrashgan. Sizning bu jihatdagi kechirmishlaringiz to'g'risida ko'pchilik bilan bir o'rtoqlashgan bo'lsak, marhamat. Rahmat Anvar efendim. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar. Oldi bilan men marhum ustozimiz Muhammad Salih Damollam hojimga Cenab-ı Allah'ın rahmet oilesiyle tekrar sabır tilayman. Ustozimiz nur içi yazsın. Ben Mehmet Salih Damollam hojimninki ismini tunji qitim 86-yili anladım. Gapning arasida qilsam. Çünkü 86-yili men universitetni bitirib xizmat qilib 1 yil bo'lgan vaqtda yosh bir ziyoli edim. Yosh va o'tirgan ziyolilar ichida shu vaqtlarda bu diniy sohadagilar nisbatan toza yetarli bir tunish yo'qdi, bilmaydik. Biz uchun diniy soha bir sirliq pardadi. Bunun içinde ne bulayotdi, kim meşhur şahıs, kim alim, kim ulama, bu haqda toza yetarli ma'lumotimiz yo'qdi. Bu 86-yili Qur'oni Karim rasmiy kitobxonlar silinishdan bir 2 oy burun, agar xatolashmasam, shu bizning ziyolilar orasida men ishlayotgan radio televiziya nazorati xizmatchilarimiz orasida shu gap taqaldida, voy shundoq xabar topdim, Qur'oni Karimninki Uyg'urcha tarjima qilinibdi, millatlar nashriyot tarafidan
nashr qilinibdi. Chiqibdi nashrdan yaqinda kitobxonlarda rasmiy setilgan degan xabar bo'ldi. Bu nihoyatda kuchli shu yosh o'rta yosh ziyolilar orasida, mening chevramdagi ziyolilar orasidami nihoyat kuchli bir talash tortish g'ulg'ul qo'zg'adi hamda. Chunki bunda g'ulg'ul qo'zg'ashning sababi birisi bu Qur'oni Karimni Uyg'urchaga tarjima qilish nihoyat kuchli mas'uliyatchanlik talab qilgan bir ish. Chunki u odatiy kitob emas hamda. Bu Alloh tarafidan tushirilgan bir ilohiy kitobda hamda. Yüksek derecede bir mas'uliyatchanlik talab qiladi bu ishda. Bununla nihoyatda hayron qoldik. Ikkinchisi jasoratiga hayron qoldik-da. Kimdi bu shu Qur'oni Karimni tarjima qilgan? Qaysi odamdi degan jasoratiga hayron qoldik. Jasaratiga deyishimizga sabab hamda bu bütün dillarninki ashaddiy dushmani hisoblangan mustabid kommunistik hokimiyatninki shunday bir kommunistik rejim ostida shunday bir ilohiy kitobni tarjima qilish bu jasorat talab qilgan narsa. Bu bedel talab qilgan narsa. Bedelni o'tidi. Xitoyning jazo lagerlarida shahid bo'ldi. Bilmem taşını shunday bir nimaga duchor bo'lganini. Biletdi. Chunki burun Nurbeshidin nurg'un issiq saboqlar o'tgan bir ustozimiz hamda. Masalan, Xitoylar 50-chi yillarning boshlarida yumshoq siyosat yurgizib nima qilsang qil, erkin sayra o'qil deb. Uningdan keyin 60-chi yillarda bo'lib madaniyat inqilobi 60-chi yillarda madaniyat inqilobi boshlangandan keyin butun Qur'oni Karimlar, diniy zotlarni so'lladi, Qur'oni Karimlarni ko'ydadi, masjidlarni hammasini cho'chqini qo'toldirib aylantirdi. Mush ishlarning hammasini Xitoyninki mush qisasqir yolg'onchi mohiyatini biladi Muhammad Salih Damollar. Bilib turib, kelgusida Xitoyning cho'qin o'ch olganini biladi. Ashuni bilib turib to'xtatdi. Millatim uchun oldi bilan dinim uchun, uningdan keyin millatim uchun bir xizmat qilay. Deb yeti jasorat bilan bu Qur'oni Karimni tarjima qildi. Tarjima qildi endi. Ayni vaqtida endi Xitoy bu Deng Xiaoping boshchiligidagi yangi bu mavzudan keyingi yangi rahbarlik hokimiyati bu markazdagi o'zining bu to'tish koralini yo'qotib, buning ta'sirini taqtozlab bo'lmay, markazdagi o'ziningki nimasini kuchini to'liq nima qilolmaganda markazda shu o'zini mustahkamlash bilan bo'lib ketgan. Unda bo'lgandan keyin bu Sharq Turkiston, Tibetga o'xshash, Janubiy Mo'g'ulistonga o'xshash milliy rayonlarda Xitoyning mustamlikasi asildagi bunday rayonlarga bir xil mo'tadil siyosatni yo'l qo'ygan. Nihoyat mo'tadil siyosatni yo'l qo'ygan. Shu olimlarimiz Muhammad Salih Damollarga o'xshash bizning olimlarimiz shu mo'tadil siyosatdan nihoyat bu fursat bilib nihoyat obdan foydalangan. Ama bir jasorat talab qilgan bir ishda. Xitoyda bir gap bor. Menda doktor Qutlug' Anvar Xitoycha bilganlar biladi. Xitoyda bir gap bor. Junzi bo'lishini ham dedi. Mashhur so'z, ota so'z deymiz. Qisos ilish uchun 10 yil muozza qilmaydi dedi Xitoylar. Bu Xitoy hamon o'chalatdi. Oldi oxiri. Menimcha Muhammad Salih Damollarning keyingi mezgillarda shundoq bir nimaga Xitoyninki jankashlik uchrashiga sababchi bo'lgan eng chong omillarning birisi shu Qur'oni Karimni tarjima qilganligi deb qarayman men shaxsan. Xo'sh, bu Qur'oni Karimning tarjimasi chiqdi, kitobxonlarda nashr qilingandan keyin bu yosh va ziyolilar orasida bo'lib, ziyolilar orasida nihoyat Qur'oni Karimni o'qishdi. Chunki biz yosh ziyolilarga nisbatan bu Qur'oni Karim nihoyat sirliqdi. Undan keyin bu yosh ziyolilarning ichida, yosh o'tirgan ziyolilarning ichida arabchani bilganlar asosan yo'q deyarlikdi bu mezgilda. Undan keyin biz diniy sohaga biroz gumaniy nazar bilan qaraydi. Har xil gaplar bor ziyolilar orasida. Voy, shundoq ma'nisini tushunmay turib so'zlaydi Qur'oni Karimningki ko'pincha mollalarning hammasi. Oqchi-ko'kchi, hatto Mo'g'uzdon tanlangan asarlarininki arab Qur'oni Karimdagi oyatlarda o'qitdi degandek ashuna salbiy gaplar bizning ziyolilar ichida bordi. Bizmi bu
Şuna tercüman Uygur çıkardı. Çünkü o vakti bizimki doktor yetiştirgen Acı Kadir Odan biliyordum. Şu Kur'an Uygur iba mı yoktu değil mi? Uygur Muşunda bir işler Kur'an'daki ben ilip okudum. Kur'an'daki birinci olup onun gramatikasıga, logikasıga, onun stilistikasıga kardım. Özüm kesbim şu okugan, üniversite okudum şu gramatik, logika, stilistik okugan karasam nayet mükemmelde. Bana birinci olup tesir ettim, nayet mükemmel tercümesi. Şiltte gelgen kelimeler, cümleler nayet mükemmel. Mesela dini tesir kıldı deydi. Yaş otur yaş ziyarlı olan okuş. Bunun Kur'an-ı Kerim'in Uygurcasının neşr kılınışı dini zaten birisi yakınlaştırışta nayet çoğun rolü olan dolu oldu. Dini zatlarımız olan ama vasıta sebepçi oldu. Çünkü nayet sübetlik bir tercih etti bu. Bunun dike ben tuncu kıtım özüne köyge baktım, rasmi sohbetleşke baktım. Yığılları köydük, tuncu kıtım sohbetleşke baktım. Bu buna ait kızık. Ben özüm ihtiyarım bile emez. Komünistlikte akıbetinin ki mecburluşla karıştım da eşkili kıtım. Birinci kıtım 1989 yılı 19. May vakası yüz verdi Bilist Evrimci'de. Ben Beijing'den kaytıp gelip, ben Beijing'den 89 yılı 5. ayının 15. günü kaytıp geldim. Çünkü ben Şımha Akbarat Agentliğinin ki memleket bu için uyuştuğun masallık millet akbarat kadınların terbiyeleş kursu bağlan 4. ayda. Barsam berip de koyamam bile bir nama şup kettim. Zidar istiyorduk adam yok. Bütün adam kocuda. Şimdi onunla muhturuşçulup bizden radyo televizyon nazartını beni yandırıp gelgen. 15. yıla yandırıp gelgen. Şu 2 gün Demal onun 3. gün işe geldi makul dep çıkıp bağan günüm 19 May vakası oldu da. O andaki şunun ulanındaki düştün ki baba vakti da bizimki haberler bilimiden beni vakti partiya hükümet sağlasın yani muhbarlarının gelmesini sağlarım. Saralış Abdurrahman Partukam teşvikat bilimi gibi verişin gerek. 19. May vakasını teşvik kıldığında məxsus bir teşvikat grupsi kabul etken. 3 çoğun akbarat organında o vakittayla sen daha şimdiden devideydi. 3 çoğun akbarat organında. Birisi Şincan Gazete, Şincan Kılık Radyo Stansı ve Şincan Televizyon Stansı. Bunlar memur cihatte özünü öz idare eden bilen kesbi cihatte bitli Abdurrahman Partikom'a bulup Abdurrahman. Ama aklında Badık o vakti da adamların hepsini takip tutulğanda tutup keşkur yapmadık. Tutulğanda tutup süratga alsın videoluktasında Nahmeydan tazımak yerlerde kan izleri var. Biz odul berip aval Şinjan Gazetesi'nin geldi bir Uygur muhbiri, bir Xitay muhbiri, televiziyadan geldi ben var. Şunun bilen Bakımrarlık Partikam Teşvikat bölümününki işhanesinden bizge bir işhanı vakti işhanı süresine bugünden başlayıp günde erteden başlayıp ettiğen ikilisle gelip çıkışçı mişer işleyse məxsus şu teşvikat 19 May vakası yaptaki teşvikat nemesine yaptıysa makul. Duduk yol nemeler kanunundaki bir balık tayak yiyen bir şeylik ketken sakçılar vücuduma kurallık sakçı kısımlarının oğlunu ziyaret kılıp okuduk. Kısa 3 gün ötkenden ki Abdurrahman Partikam Teşvikat bölümü her birimizge dini zatlar ismi yazılgan bir liste verdi. Onun köpensini biz bilmeyken zeyran kaldık da Abdurrahman Partikam Teşvikat bölümü bir vatıdı onu bizge. Bunu Abdurrahman Partikam 19. May vakasını biz vücudum kanunsuz unsurlarınki grup çekiş bulaş erkekler karakterini bikitti. Şinjan Gazetesi'nin məxsus başbakanlığıyla kıldı.
sizin Şinjan gazetesinde e'lon qilingan başbakanlık götürüp muşu adamlarni falan adamlarni ziyorat qilib so'ziltisizlar dedi. Qarasam eng beshida ikkinchi o'rinda shu Muhammad Salih aka Şinjan İslam instituti müdürü Muhammad Salih deb yozildi. Birinchisida Arunxon Hajim bor bo'lib, siyosiy kengash mavrisiga qatorlashamiz. Uning Şidemiz Ürümçideki dağlık Mişlanlı imamları var ki işte. Ben isim bilmeydiğim bir qancha dini olimlarımız var ki, ben bilmeydiğim ismini. Şununla tunçuk ettim şu vazifeden, siyasi vazifeden. Dedi ulan Şinjan gazetesindeki e'lon qilingan başbakanlığınki qaysi abzasını okusa okup versin ama öz aldığı ihtiyarı söz kılış nimesi yok. Şu çokum şu Şinjan gazetesindeki e'lon qilingan başbakanlık okup biriş gerek. Bir abzasını okup biriş gerek. Mesela şöyle bizden idaretim yakın zaten radyo televizyonda zaten İslam İnstitutu. Şunu Hasan Barker, tunca ketem yakını görüşümde yani nahayet güzel bir belki sıkırandı nahayet güzel. Güzel bir 22 yaş vaktim bu deymiş o. 22 yaş. Şunu olan kep selamünaleyküm'de küreş demiş hanısı kirip nahayet avazı nahayet boş çıktı. Şimdi üzerine tanıştırdım. Ulan bir gizli var. Şinjan gizli. Şunu oldum da geldiğinizde varmışında bir vazifeden kep kaldı. Şu altında teşvik ettim olmuş toplantı. Sizin şu aktif pozisyonu bildirsin ki başbakanlık ki bizimiz kalan bir abzasını ya açık abzasını tal. Radyo stasyonu bulmak ki ne milavada. Sen siz nelik kaçan unus toplanda demek ki aileniz eşimle sordu. Sonra onun deken gizgimi qaramadı. Çünkü o en destekli vallada şu o vaqtida İslam İnstitutu'nun o'quvchilarim namoyish qatnashganliklarini kavramı var. Şu İslam İnstitutu'nun o'quvchilarini aytib tizilib berib şu 19 may namoyish. O Muhammad Salih Damallacım institutu'nun müdürü. Kısa üçün turib ketdi. Fakat biraz mijazim yok. Onun için biraz gelim ağrıp kalktı. Mümkün biz keyin qilsak bo'lmasmi deb degandekkan men turib ketdim endi u cho'ng olimlarimiz uning ustiga bir universitetning kelimisi qoida bo'yicha hukumat amaldori hisoblanadi endi Şinjan İslam İnstitutu'nun müdürü olduğu için hükümet amaldori hisoblanadi. Shunga hükümet amaldori bo'lgandan keyin cho'qim so'zlash majburiyati bor endi buyruq hamda endi bu yer buni deyishimlik sabab başında bizim ölümallarımız, dini zatlarımızın hepsi Xitayning ta'qib ostida ekanligini men shu vaqtda bilgandim-da. Oshlarning tizimligi bor ekan. Adamlar ölümallarımızınki, nimalarimizniki Altmuraylik partkomda. Başında vaqtida oshlarni so'zimizga adım paylanib suiiste'mol qildi ekanda. Ta'qib ostida ekan yani ular. Shuning bilan keyin kelgan bo'lsangiz desam, ayt kelsam bularni chunki siz so'zimsiz bo'lmaydi ekan, buni İslam institutida o'qib Televizyon zaten mektapta desem ayet kilerim ma'qul. Qarasa bu kirdi bu chiqdi, ishxonasi kirgan chiqdi. Yo'q. Shu kishilar chiqib qoldi dedi. Shundan men idoraga berib, yolg'a aytish majbur bo'ldim-da endi. Tunagan angina olib qo'yib keldim. Angina degan gapni o'zim topdim-da. Angina bilinmagan nuqta deyishim bo'lgan ekan. Angina olib qolibdi ekan. Shu ayt keling dedi. Bugun borsam yo'q qarg'andan ayt ig'irlab ketibdi, ama u chiqansiz bola desa, uni tashrif yurmaydi-da bergan. U vaqt sharoitdan. Shunday qilib so'zatdik. Nisb Xudoy nisb qilmadi. Muhammad Salih Damallacım shu 19 may vaqasi so'zlash. İşte qarlar sözleşeceğim. Bu sözlerden nima? Bu milliy mesele emas, diniy mesele emas, bir uchun qonun uchun siz unsurlarni dolash hareketi deb ularni qarlaydigan endi. Avvalgi islom qilingan haqoratni xarakterini o'zining qilgan haqorat mumkin. Bu bir ish bo'ldi.
kallam tasik ama cüzemgin ait issiq, mehriban bir ait yig'iladi birga bo'ldik. Undan keyin men palakdan keyin nimasi qarmabsa, yani bir yildan keyin yana ziyorat qilishga majbur bo'ldim-da. Bir yildan keyin borayin qilib oldim 1990-yil 4-5. Barın vaqa bo'lib, uni xarakterini bekitanmay Abdurayli Partikom. U markazda yo'l yo'riq so'rab, qanday bekitimiz buni xarakterini. Orliq tibi bir xarakterini bekitanmay arantasida markazda uni xarakterini bekitdi. Barın aslini inqilobiy qurolliq to'pilgan edi. Qavandagi shunlar Şinjan kızda şu merkez bekitip bandaki sinqilab qurolliq to'plangan uzil kesil qarshtiraydi deb baş maqala e'lon qildi. Onun diken o baş maqalani Abdurayli Partikom yani bazı adamlar var, ular diniy sadikiler, başka sadikiler. Anan diken yani ziyaret kılındı dedi. Şununla yani berişke mecbur oldum. Bu vazife de hem de. Yok. Bir kettim yalqay tutulduk anca. Şunun ikinci kettim basam banken. Şunu basak kersem kirin dedi. Şu demişin kelganız okuduğum dedi. Koltuğum geleceğin kızdı var. Şununla kelim oturam. Ekelim demеңizde. Benim birazdan kim biraz işlerim var, yığılırım battı. Ben baldır işimi tügüdü de. Sizin baldır yoksap kaydım. Akılda şimdi kızdı ben daha qardı. Qarab yılqı kız ma'no chiqmaydigan abzaslar bo'ldi ku. Qarliga abzaslar bor kuchli. O barın aksini qilib qurolligimiz, vatanimiz terrorist nimalarga bo'lginchilar vatanimizni bo'lib chiqmoqchi. Bu ochiq. U abzaslarga yaqin kelmay her millet xalqi inaq ittifoqlik ichida birga yashash kerak, undaq qilish kerak, bundaq qilish kerak deydigan siliq abzasdan ikkini o'qib berdi. Shuni ona ovoz qoldim mikrofonni tanlab. Shuni bilan berib bu hürmetli merhum ustazımız o nimadan qutulgan bo'ldi. Seliqdan mecbur qolganda bir qatim qutuldi, ikkinchi qatim qaytadan qilish mumkin emas. Şunu bilan men bu vazifega. Shuni degan men nurg'un mushu vaqadan keyin shirkatim kurashimiz bilan 12 yig'inlar ko'p bo'ldi albatta. Bu men partiya hukumat sohasida bo'lgan keyin siyosiy kengashning yig'inlarida har yili ba'zi siyosiy kengashning yig'inlarida qatnashdim, ko'ratdim, chilanishdim. Rasmiy yaqinda suhbat qildim shuki shundan keyin men shuni his qildim, demak bizningki bu diniy zotlarimiz bunda muhtaram ustozlarimiz nəhayət qattiq takip asıdı ki Xitayning maqsadi mı bularga ancha qo'rqinch qo'yish degan maqsad. Chunki shu vaqtlarda tuyuqsizlar 86, 87, 88dan boshlablar domaloq odamlarni adabli siyosiy kengashga xalq qurultiyi doimiy komitetiga vakil qilib doim hay'at a'zosi kirishga boshladi. Masalan, Abdulmumin Karim xalq qurultiyi doimiy komitetining a'zosi. İbrahim Mutim xalq qurultiyi doimiy komitetining a'zosi. Bu şu vaqtida sodgalar sohasini kontrol qilamiz, ta'sir ko'rsatamizda Rabiya xonimning şu vaqtida 87-yilda sod sanoat sohasini siyosiy kengashga kirgan a'zo qildi. Soliq tabonlar ajimliq o'xshash ashuna odam. Lekin ular orqali xalqni idora qilamiz degan bir nimani qilgan ekanda. Ma'lumki ichki nimada Xitoyniki ichki nimalarga yig'ilib ko'p qatnashgandan keyin yaxshi bilib yetdim. Shu vaqtda masalan ba'zilar deydi, u keyinlar xuddi jazolarga o'tirib chiqqandan keyin paydo qolgan bir ta'qib qilish sistemasi emas. U bizning olimlarimiz shu vaqtda men shu vaqtda his qildimki, demak, shundoq mo'tadil siyosat, yumshoq siyosat yo'l qo'yilayotgan 80-yillarningki o'tirlari va oxirlaridami mushu Muhammad Sodiq Damollayevga o'xshash bizningki ulamolarimiz aytdi. Qattiq bir besim, bir ta'qib ostida ekan, deb shu vaqtda jinoyatni shuni his qilgan. İnşallah Cenab-ı Allah makanını cennet kılsın. Rahmet. Atraflıq düşünceniz için köp rahmet Ferhat efendim. Tövende yukarıda köpçülük bir nait atraflıq Mehmet Salih Damollam to'g'risidagi asarlari to'g'risidagi turmush hayoti to'g'risidagi kechirmishlardan xabar topdik. Tövende hürmetli doktor Azi Qutlug'qodir efendim, siz vatanda Urumchida xalq nashriyotida uzun yil ishlagan. Bu diniy olimimiz mashhur diniy olimni bo'lib qolmay, o'z navbatida yana bir adib bo'lganligi to'g'risida xalqimiz ko'p tushunchalarga ega emas.
Bu noktadan sizningki tushunchaningizni o'rtoqlashgan bo'lsak, marhamat. Ovoz. Merhum Mehmet Salih Damullah dinli saati körülgen meşhur ağımlarımızın biri bulup kalmasın. Yani edebiyat, Uygur tarihi, Uygur tilşünaslığı, Katarlık bu sahalerde tədqiqatda görünərlik neticelerine erişken ve yitik şair. Bana bugün İslam dinindeki ulug' oylardan biri bo'lgan Rajab oyining juma kunligida marhumning ish faoliyatlarini xotirlab o'tiryapmiz. Ya'ni marhum xuddi kelajakda o'zining avlodlari Türkiston xalqining o'zining sallisidan yo'g'an buyuk asarlari, tasvisidan uzun misroliq she'rlarini eslab o'zini yod etadiganligini bilganligi uchun o'zining Kitapxon degan she'rining eng oxirgi ikki misrosida bugungi kunni xuddi bilgandek shundoq tasvirlaydi. Ayim yo'q mukofotdan faqat olamchi baxtimdir. İşim maqbul bo'lib dillarda nomim yodlanar bo'lsa dedi. Tekrarlayman. Tamayim yo'q mukofotdan faqat olamchi baxtimdir. İşim maqbul bo'lib dillarda nomim yodlanar bo'lsa. Ben ne mukafatlardan ne bir şereflerden hiç qanday ümidim yok veya ki bunu talep qilmayman. Fakat kelajakda mening ishlarim yodlanib, nomim yodlansa, mushunun o'zi baxt bo'ladi deydi. Bu olimning, ya'ni kelajakni ko'radiganligi, kelajakdagi o'zining hayotining xalq qalbidan qanday o'rin olganligini tasvirlab yetganligi uchun o'zining asaridan tunji betida Kitapxon namlıq şiirde bunu tasvirlaydi. Mana shundoq deganda Ramazon kelishdan avvalgi Rajabiy, Şaban oylarining bu so'g'isida biz marhumni xotirlab o'tyapmiz. İnşallah ro'y shod ishida bo'lg'isi yuqoridagi qarindoshlarimiz Muhammad Salih Damullah'ninki dinniy soha va siyosiy sohalardagi jasurligi va emgaklari haqida to'xtalib o'tdi. Men endi marhumning adabiy hayoti haqida to'xtalib o'taman. Merhum Beijing'den qaytib kelgandan keyin İctimai Fanlar Akademisi din tədqiqat o'rnida tədqiqatchi bo'lib xizmat qildi. Ya'ni 60-yili qaytib kelib bu tədqiqat o'rnida xizmat qildi. Shu vaqtning o'zida İctimai Fanlar Akademisining din tədqiqat o'rnida Qarixonilar tarixini yozib bizga yetkazgan mashhur tarixchimiz Hoji Nuraji afandim bor edi. Alloh rahmat qilsin. Mashhur bizning adibimiz, olimimiz Abdurim O'tkir Edebiyat Tədqiqat İnstitutu. Bizning mashhur tilshunos olimimiz İbrahim Muti Tilshunaslik İnstitutu. Mana Uyg'ur xalqining bayroqdor olimlar bilan bir safda bir yerda xizmat qilgan Muhammad Salih Damullah Beijingdan qaytib kelgandan keyin 60-yildan keyin madaniyat inqilobichi bo'lgan orliqda Mahmud Qashqarining 3 tomlik asari Türk Tillar Divonini tayyorlab bo'ldi. Afsus Xitoyning madaniyat zo'r inqilobidagi avtorishlarda uydan va ishxonasidan bu nashrga tayyorlangan qo'lyozmalar elib ketilib, ko'ydirib o'tildi. Keyin 80-yillar Mahmud Qashqarining Türk Tillar Divoni nomli 3 tomlik asari nashrga tayyorlangan vaqtida Abdurim O'tkir, İbrahim Muti qatorliq shu olimlarimiz bilan bir qatorda Muhammad Salih Damullah bu asarlarni nashrga tayyorlashga qatnashdi. Muhammad Salih Damullah'ninki hayatında dinli eserlerden başka, yani nurgulluğun edebi eserlerini. Mesela Türk Tillar Divanı'nın tüzülüş alayidligi ve tarihteki arka görünüş doğrusunda namlı büyük bir makaleni yazdı. Onundan başka Kutatku Belik'teki Hacip sözü hakkında, Kutatku Belik'teki oldurmuş obrazının tarihi arka görünüşü, Abbaq Hoca'nın mazarı ve onun şekilleniş tarihi, Mehtum Azam ve onun nesepnamesi, Şia İsmailiye mezhebi ve onun tarihi doğrusunda. Navai eserleri, Mutefekkir edip, Dangdar alim Hüseyin Khan Tecelli'nin şiirlerini neşrge tayyorlaydı. Yani Abdur'un unutun başka hadis şerif hakkında umum bayan, hadis bizge neme deydi? İslam dini ve ilim, marifet, Allah'ın güzel isimleri ve sübetleri, İslam dininin Uygurlarga tarqilish to'g'risida diyarimizdeki mescitlerinin İslam dinini
İslam dini təşviqatındakı orni, Uyg'urlarning turmushidagi mazar temisi, İslam tarixidagi xavariclar guruhi qatorliq ilmiy maqolalarni yozib, keng o'qirmanlarga sunadi. Muhammad Salih Damullam o'zining hayotida Chag'ataycha, Farscha, Arabchadan nurg'unlagan asarlarni tayyorlab, hatto o'zining dadasi Salih Damullamning bir qism qasidalarini aslidagi Chag'ataycha nusxasidan Uyg'urchalashtirib, hozirgi zamon Uyg'ur tiliga og'dirib, Buloq jurnalida nashr qilindi. Muhammad Salih Damullamning o'zining bir yetuk shoir ekanligini o'zining asarlarida e'lon qilgan Kitobxon nomli asarda ko'ra olamiz. Ya'ni Arabcha Uyg'urcha qomusining birinchi betida Kitobxon degan nomli she'ri bor. O she'rida avtor shunday tasvirlaydi. Ya'ni o'zining xalqqa qanday qilib bir manfaat yetkazish haqida to'xtalib shunday deydi. Kitobxon degan she'r. Buning qisqacha bir qismini o'qib o'taman. Diyorim qarzi zimmamda umr voyat ado bo'lmas. Heligo tendeki bir can, tümenmen can nisa bolsa. Bikardur elgi hizmetsiz, bihude ötküzüp çağdı, tebessüm ilkide devran sürüp, 1000 yıl yaşar bolsa. Berilgey ilim irfanga kademde, kaldırıp bir iz, kimiki royi ecdatlağa, berhak iz basar bolsa. Temayim yok mukafattin, fakat alemci vaktimdir, işim mekbul bulup dillada, namımdan yadlanar bolsa. Yani bu Kitobxon namlı şiirdi. Bundan başka aktörünki, yani Muhammad Salih Damullam'ınki nurgulluğun Parisçe gazelleri ve kasideleri İran'da e'lon qilinibdikan. İran ve bu yerlerdeki O'rta Sharq ziyaratidan İran'da e'lon qilingan o'zining Parisçe bir qism asarlarini ko'rsatgan. Onundan keyin Muhammad Salih Damullam'ınki Atabalaning Arabcha qasidalaridan Jurdana nomli she'rlar to'plami Misrda nashr qilingan. Misrda nashr qilingandan keyin bu she'rlar to'plamiga Misr Azhar Üniversitesi'nin Arap Dili Edebiyat Fakültesi'nin müdiri məxsus obzor yazıp bu şiirininki bədii alayidlikləri və tarixi artıq görünüşlərdə bunu da toplub ötken. Muhammad Salih Damullam chet elde e'lon qilingan tükür əsərlərdə Muhammad Salih Qashqari deganni qo'llanadi. Keyingi əsərlərdə Muhammad Salih Qashqari Artushi deganni qo'shdi. İlgiriki e'lon qilingan g'azallarida, qasidalarida Muhammad Salih Damullam Qashqari taxallusi bilan o'zining asarlarini e'lon qilgan. Muhammad Salih Damullam adabiyot sohasida bu nayt ko'rilgan mutaxassislarimizdan biri. Çünkü Türk Tillar Divani Uyg'ur tarixi, Türk tarixida, tarix adabiyotida muhim o'rinlarni egallaydigan munavvar asarlardan biri bo'lganligi uchun buni nayt ko'p kuch chiqargan. Muhammad Salih Damullamninki, ya'ni Farscha, Arabcha yozilgan she'rlari Uyg'ur she'riyatini O'rta Sharq tonitishda o'zining mo'l ijodiy emgeklari orqali yo'rtib bergan bo'lsa, uning diniy sohadagi asarlari, ya'ni 2. Buxoro deb atalgan Qashqariyadimi diniy sohadagi ulamolarninki emgegining naqadar buyukligini ko'rsatib beradi. Muhammad Salih Damullam Qur'on Karimni nashrga tayyorlash jarayonida nurg'unlagan jafo mushaqqatlar besib o'tib bu asarlarni o'ttirib chiqargan. Muhammad Salih Damullamning bu asri o'ttirib Qur'on Karimdan nashr qilib buni chiqargandan keyin Xitoy hukumati Muhammad Salih Damullamni Harunxon Hoji kabi diniy ulamolar qatorida foydalanish uchun İslam Dini İnstitutiga mudir qiladi va shu vaqtdagi Urumchininki Guanghui oyliklar binosidan 80 kvadrat metrlik uydan 2 uyni elib, bir yurish uy qilib, Audi eBay, yani Audi 100 markalık şu maşindan, şu vaqtda Abdumrayning muavir reis darajalik insonlarga berilgan mashinani berib, shundoq imtiyozlarni qilib bergan bo'lsa-mu, Muhammad Salih Damullam Xitoyga tiz tutmasdan, Xitoyninki to'zoqlarga tushmasdan o'zining iymoniy va vijdoni bilan umrining oxirigacha kurashib o'tdi. Muhammad Salih Damullam shu vaqtda yetishtirgan yetuk Uyg'ur diniy olimlarimizdan, masalan, shu maktabda o'qigan Yusuf Qarajim, Atif Yusuf Qarajim, şu mektepten birinci okuyucuları şu mektepte bitirdi, şu mektepte okutukçu olup kalıdı. Onundan keyin Mehmet Abdullah, Xoten Gumuluk yigit, Mehmet Abdullah'ın ait göz görüngen bir dinli alim, o şu mektepte Mehmet Salih Damullam'ın terbiyesiyle okutukçuluk kalıdı. Onundan keyin Abdülhafiz mu Xoten'den, o şu mektepte okutukçu olup kalıdı. Onundan keyin Yasin Qarajib degan kuşalık bir yigit var, o müşriyede bular o'qituvchilik qilish jarayonida keyingi avlodlarni tarbiyalashga nihoyat zo'r kuch chiqarib 1989 yili
15 Mayıs, yani 19 May vaqasida bular ko'rinarli hareketlarda o'quvchilarni tashkillashdi bo'lganligi uchun bularni qo'lga tutdi. Bulardan hozir Yusuf Qarajim turmida, Mehmet Abdullah turmida, Aldepiz turmida, Yasin Qarajim Allah'ın rahmetiga erishib Xitoy tarafidan shahid qilindi. Yani Mehmet Salih Damullah'nınki Sharq Turkiston tuprog'ida o'ziga o'xshash jangovar bir yurish o'lmalarni tarbiyalagan va bu o'lmalarni qoldirib ketgan. Mehmet Salih Damullah qo'lga ilingan vaqtda bütün tuqqanlaridan hozir İstanbul'da yaşayotgan Mehmet Salih Damullah'nınki qo'shnilarining shu vaqtdagi qo'lga ilingan siyosiy vaziyatni tasvirlab, Mehmet Salih Damullah qo'lga ilingan kuni bütün ailesidan urug' tuqqanlaridan 63 odamni qo'lga oladi. 63 odamni qo'lga ilib, bular so'roq qilib bir qismini qo'yib bergan bo'lsa-mu, hozirgacha Mehmet Salih Damullah'nınki kuyovli shoir Otajon Tunyaz hozirgacha turmadi. Mehmet Salih Damullah'nınki bir yurish asarlari e'lon qilingan bo'lsa-mu, hozirgacha e'lon qilinmay saqlanayotgan bir yurish asarlari bor. Mehmet Salih Damullah'nınki yana hozirgacha saqlanayotgan asarlardan e'lon qilinmagan Uyg'ur ulamolarning arabcha yozgan qasidalari. Yani bu toplam Sharq Turkiston tuprog'ida yashagan Uyg'ur ulamolarning 1920 yildan 50 yilgacha bo'lgan yozgan qasidalari. Uningdan boshqa Uyg'urcha, arabcha cho'ng lug'ati. Nur va qalam nomli ilmiy maqolalar to'plami bor. Uningdan boshqa 2015 yili 4-oyda merhum Mehmet Salih Damullah bilan 9 soatlik o'tkazilgan video suhbati bor. Eğer Mehmet Salih Damullah'nın hayatını ko'ngli biladigan, ma'rifatparvar, bizning tijoratchilarimiz, savdogarlarimiz bo'lsa, Mehmet Salih Damullah'nın hozirgacha qo'limizda saqlanayotgan, e'lon qilinmagan Uyg'ur ulamolarning arabcha yozgan qasidalari 1920dan 50-yilgacha bo'lgan. Uningdan keyin Uyg'urcha, arabcha cho'ng lug'ati, umrining oxirida ishlagan bu lug'ati va Nur va qalam nomli ilmiy maqolalar to'plami va uningdan boshqa 2015 yılı 4-oyda elib berilgan 9 saatlik video suhbati var. Mehmet Salih Damullah'nınki ilmiy emgeklerine yorug'lik chiqarish ve bu alimimizni hatırlash yuzasidan kelar yil bo'lamdi va buningdan keyingi yillarda bo'lamdi. Mush projelarga moddiy jihatdan yordamda bo'ladigan ma'rifatparvar tijoratchilarimiz bo'lsa, buni qizg'in qarshi olamiz ve kollayımız bu eserler bile ulanı teminlep bunun neşir çıkışına belgili kuş koşuşuna ümit kılımız. Mehmet Salih Damullah yani Çağıtaycı'dın mı? Nurgulluğa eserlerini ilan kılan. Şu vaktdeki bizdeki Bulak Journal'ı Tahrir Heyet Komitesi'ndeki bir azası Şark Türkistan tuprog'ida ishlangan Kutat Kubelik, Türkitullah Devani, Navoiy g'azallari, Hamsa qatorli büyük eserlerini yorug'lik chiqarishda o'zining belgilik şunu gösterken bir alimimiz. Mehmet Salih Damullah günlük hayatında 14-15 saat izleyiş bilen edip barılgan adam. Hatta özününki eserlerine berilgen kalem hakkını elip hiç gibi vakit yetiştirmediği için köpünç vakitlerde Mehmet Salih Damullah'ın kalem hakkını ve uyga elip berilatkan icadeti ve tatbikatları hakkında söhbette bulattık. Özünü ilim, irfanı şunçluk berişliğen adam. Vakitini fakat ziyan ötküzmegen. Özünün jangovarlığı ve qaysarligi bilan köpdegan nadir, yani xalqimizga gungu bo'lgan bu asarlarni, diniy asarlarni yorug'lik chiqarib bizga yetkazib bergan. Xo'sh, undaq bo'lar ekan, xalqimizning mushundaq bir munavvar diniy olimininki bizga qoldirib ketgan, xalqimiz bilan yuz ko'rishmagan asarlarni yorug'lik chiqarish albatta chet elda yashayotgan muhojiratdagi Uyg'ur qarindoshlarninki vazifasi deb bilaman. Bu vazifesi nayeti büyük bizim vazifemiz. Bu vazifemizi orlaş için hemimiz bir yandan baş çıkarıp etraf plan tüzep Mehmet Salih Damullah'ın eserlerinin yorug'lik çıkış için maddi ve manevi cihetten birbirimizga pas verip bu şekilde devam kılsak nayeti yaxshi bo'ladi. Yukarıda yani köpçülük Mehmet Salih Damullah'nınki hazırgacha yani yorug'lik çıkmagan siyasi ve ictimai hayatını tasvirlab o'tdi. Yakında ben kichkina bir izoh berib uchun loyiq ko'rdim. Mehmet Salih Damullah'ın hayatını hatırlashdagi Dünya Uyg'ur Qurultiyi tadqiqot markazining bu programmasining e'loni berilgandan keyin bir qism sosyal medyada ko'ruvchilar ajoyib gaplarni debdi.
bu adamlar Mehmet Salih Damullah'ını tonamdı. Bu adamlar Mehmet Salih Damullah'ın hayatını kandak biletti. Mehmet Salih Damullah'ın palay yerde okulucusu vardı. Avrupa'da ağaçısı vardı. Hindistan'da karmış vardı degandek gaplarni deb, bu bizdinki Mehmet Salih Damullan bilen fikirdaş, bundaq boğanlığımızdan hiç kandak narsadan habersizken. Dünya Uygur Kurultayının bulup mu şu programımızı görüp atkan keng Şarkı Türkistanlık kırındaşlar şunu digim geldi. Dünya Uygur Kurultayı Tadqiqat Merkezi'nin ilip berilevatkan bu hasiyetli programısı tasaddifi oturup çıkan program emas. Uzun yıllık Dünya Uygur Kurultayı rehberlik katlımı bunu oylaşış, muzakirleş arkalık məxsus tədqiqat komitetinden birini kurup, bir yerde temalarını, eserlerini hemmini oturup koyulup, tədqiqat grupsideki kişilerinin bahalışı ve fikrinden ötkendiğin ki, bunu Ferhat Yorunkaş görüp çıkıyordu. Ferhat Yorunkaş'tan ki, Dünya Uygur Kurultayı'nın reisi Dolkun Eysa gördü. Buna ortak bir karar verilgendiğin ki, bu program işlendi. Bu Eytavur Dünya Uygur Kurultayı Tədqiqat Merkezi'nin bu programısı 5-6 jerip qağa adamın ki bir akşam dolu yığılıp meşrep kılaydı ya bizden tutacılaydı degandek şekilde emez. Mehmet Salih Damullah'ın togusu ilip verilmiş tədqiqat bir saatin koşup boğan programıga aylaç tayyorluk kıldı. Enver efendim program mesulü aylaç tayyorluk kıldı. Ferhat Muhammed'i ve Dolkun ve başkalar bula özlerine maslaşıp bu programların müzakeresini ötküzgendiğin ki bugün hemminlarına yüz görüşüvatımız. Ben Dünya Uygur Kurultayı'nın azasım emez, tədqiqat grupsunun mesulum emez. Ben bir Uygur buluş süpütüm bilen Dünya Uygur Kurultayı Tədqiqat Merkezi'nin bu programısını kollap kuvvetlep, muş programını canlılık çıkaraydı digenligim için yakından Enver ve Ferhatlar bilen hemkarlaşıp bu programını işlevatımız. Elbette bu programını izleyiciler, bu programını gözleyiciler köplegen fikir, taleplerinler olsa Enver bilen alakaleşip, Enver'e özünlerinin belgilik fikirlerini verip, bu fikirler arkalık tehimbek, yakşı programlarını işlep, tehimbek alimlerimizi tanıştırıp, programını yakşı kılış tırışaydı. Program başında başlanmasından bunu ucukturup içişka, bunu yok geçişka tırışmaydı. Bu programda aval körünler. Körüp bu programda nimeler boptu, onun linkinde. Elbette Mehmet Salih Damullah'ın okuvçularını, bu fikirdaş adamlarını kösetkenligi nait yaxşı iş. Ama Mehmet Salih Damullah vafat bolgandan keyin hazırki sosyal medyaya bir yerde Mehmet Salih Damullah benim ustazımdı. Bu adam hakkında diye bir eslimini görmedim. Bana bugün Şaban Recep ayında Dünya Uygur Kurulu Tədqiqat Merkezi bu çıraylık bir programını hazırlap halkımızı yüz görüştürüş yüzden elanını verse onun üstünden her xil gaplarni demey sosyal medyalarda berilgan fikirler Xitoyga foydali qilib keldi, bizga zarar berdi. Şaqda hamma yerda telefon bo'lgandan keyin, WhatsApp haqsiz bo'lgandan keyin Dünya Uygur Kurultayı Tədqiqat Merkezi'deki mas'ul kishilarga buni nim qilsanglar bo'ladi. Aziz qarindoshlar, mushundaq programlarni ko'plab yaxshi programlarni ishlash uchun biz Dünya Uygur Kurultayı Tədqiqat Merkezi'ni yaqindan quvvatlab, bular bilan fikirdosh suhbatlash bo'lsak, xalqimizning tarihte ötken ve yakında tarihi de sır bulup saklanıvatkan nurgulluğun alimlerimizdeki icadi hayatları halkımız bilen tanışsa, bula arxivlaştırsa, keyinki kelgüsü evlatları bu naiti faydalı materyal buldu dep qarayman. Şunun için sosyal medyalarda bu vaxtki programlar olsun, bir vasıta Enver'ge yoki Ferhat Yorunkaş'ı deysanglar, ular bu programlar hakkındaki fikirlerini kabul kılıdı. Ben kısıkça işinizde toxtalay, hemmelarga rahmet. Hürmetli kardeşler, riyasetçimiz Enver Ahmet teknik sebepten kiremedi. Tamam. Keçirsizlar, texniklik bir mesele çıkıp gelip ben bu kaldım. Nait etraflık düşünceniz ve izahatlarınız için köp rahmet, hürmetli Doktor Aziz Kutluk efendim. Bir millet özününki tarihi şahsları, özününki hürmetki sazavər insanlarını hatırlaş imanımızınki
milliy odatlarimiz bu tarixdan shunda davomlashib kelgan. Menimcha bugun yani imkoniyatimizning bericha bu mashhur olimimiz, mashhur diniy olim adibimizni imkoniyatimiz bericha atrofli tunishtirdik deb o'ylayman. Ko'pchilikning yana qo'shadigan, qistiradigan gaplari bo'lsa, marhamat. Yaxshi bir so'z. Hurmatli doktor Hoji Qodir Efendimga layık ko'p rahmat aytamiz. Dunyo ulug' dinining bu programmasini qo'llab bergani uchun. Bizning programmamizga texnik ham qo'shdi, mazmun qo'shdi. Endi men o'zimningki bugungi suhbat programmasiga va qurultayning ma'muriy raisi Salohidin bilanmiz. 35 yillik bir jurnalist. Buluş sübütüm bilen ben bayır dep öttüm. Sağlık damullarını hükümetninki 19. bay vakasıda bari inqilabıda polisiye bildiriş kanda kıstağallığı hakkında ben şahit oldum. Ben şahit zaten şunu. Demek hazır Xitay hükümeti her günü bazı dini zatlarımızı, bazı halkımızın, dehallarımızın her saatlik adamlarını çıkarıp Merkez Televizyon Stasyası olsun, Atalmış Şincan Televizyon Stasyası olsun her günü hatta şu içtimai taraflar arkalık ulanı sözlükle silahlıdır. Çünkü ben bu vatanda jurnalist olup işleştirgen şunu eskildim ya da Enver Ahmet Efendim mi? Bunun şahit olan adam üzümü vatan jurnalist olan. Uyadaki halkımızın hiçbiri özünün erkin iradesiyle çıkıp sözlemeydi. Matbuatlar, Xitayning matbuatlariga chiqib. Hiç kim kalmaydı. Men ayni vaqtida vatan ziyorat qilgan odamning hech biri bana xohlab ishidan kelib so'zlab bergan emas. Hammasi Abdurrahimlik partkomniki o'rlashtirishi, buyrug'i va yoki qisishi yoki majburlashi bilan so'zlaydi. Endi hozir shu televizorlarda bunun so'zlayotgan ba'zi odamlarga aldirabli hujum qilib, haqorat qilgan ishni qilmasak, Uyg'urlar bir gap bor. Tamga çıkıvarsam işten korkmayım, yatkan kırvarsam işten korkmayım dedim. Biz o mizanız bulmamız gerek. Çünkü halkımızın aşağıdaki vaziyetine göz tutuşumuz gerek. Kançılık xatar asıda duruyotganligini. Yerde hiçbir insan özünün erkek iradesi boyunca yerde sözleş hukuk bulmaydı. Şuna uyar vatandan şarayet durup kalan gibi ne biz erkin dünyada durup bağlaştırışıp gelsek o doğru bulmaydı. Şuna şu noktaya biraz dikkat kılsak da koydum çünkü içtimai taraflarda bu vatandaki nimelerde Xitayning teşviqot turuşu sözlayotgan her saatki odamlarga aytilla haqorat qilib tillayotgan ahvollar var. Menimcha bu to'g'ri emas. Ochig'imizni mustabid ko'rsa Xitoy hokimiyatini chiqaraylik. Bu nimamizni agarchanda balki hujum qilgimiz kelsa shu mustabid xalqimizni shu olib tushirib qo'ygan Xitoy kommunistik hokimiyatiga. Şunu qartaylik. Endi bu yerda Muhammad Saloh Damullayevich bu vatanda xalqimizga ma'naviy jihatdan birisi xalqimizningki diniy ro'yini qaytadan uyg'otgan madaniyat inqilobi butunlay xarobchilik yo'qolib ketgan bizning milliy tuyg'ularimizni bo'libmiz yalliqatladik. Milliy tuyg'ularimizni qaytadan uyg'otgan bir odam xalqimizga ma'naviy jihatdan, ro'yi jihatdan en köp uzak vergen bağmaklı sanıgıdaklı bir qancha adamın biri doktor Hoji Qodir ötkende onun ömür boyu bunun qadrini qilamiz, hurmatlaymiz, qadrlaymiz. Nurg'un asarlar mana bu shunday odamlar o'limsiz deydi. Türkçe bunda odamlar herkes ölmeydi. Nomi mangu saqlanganini bilganmiz biz xotirlab qadrlab o'tiribmiz. Uning nurg'un bodir asarlari va qoldirib ketgan boy Hoji Qodir Efendi degandek biz her zaman şu qoldirib ketgan miroslarni o'qiymiz, huzurlaymiz, eslaymiz, xotirlaymiz ebediyen inşallah. Rahmat, hurmatli Ferhat efendim. Hurmatli Turg'un hacım, Abdulqahar hacım, sizlarning qo'shadigan tegishli nuqtalar bormi? Meningki bir nuqtani yana ta'kidlab o'taman. Hamda vatanimiz Sharqiy Turkistonni umumyuzlik Manju istilosidan keyin Jiang Taizo, Zozongtang, Shingshay, shunga o'xshaydigan militaristlar, undan keyingi Wang Inmo, Wang Luchan, hozirgi Chinchanko deganlar
bütün halkımızı karanlık içinde, cehalet kaldırış içinde halkımızın ilim ma'rifatga bo'lgan hissini, ilim ma'rifatga bo'ladigan qiziqarligini butunlay bo'g'ib, xalqimizni jahil qoldirishga urinib kelgan. Mana shu vatanimiz 49-yili Xitoy hokimiyati tarafidan ishg'ol qilinib, 80-yilga qadar bo'lgan oraliqdagi o'zimizningki ziyoli diniy olimlarni yig'ib, turmalarga solib, pipan qilib, bularni urib qiynab, o'ldirib degandek xalqimizni 30 yil nihoyatda og'ir darajada zulm solgan. Mush zulm solgan jarayonda xalqimiz o'zininki diniy e'tiqodidan, milliy urf-odatlardan biroz uzoq qolgan bo'lsa-mu, 80 yil biroz bu vaziyat normallashgandan keyin, ya'ni xalqimizningki jasorati Muhammad Solih domollarga o'xshaydigan vatanimizdagi ilg'or olimlarningki xalqimizga mayli yeziq shaklida bo'lsin, asarlari, mayli tabliğ ahkomlarda bo'lsin, mayli ziyolilarningki nadir asarlarni yozib chiqishi orqali xalqimiz yana bir yorug'likqa, xalqimizningki dini e'tiqodiga, ilm ma'rifatga bo'lgan hissininki bunga qanchalik intilayotganligini hammamiz ko'rib yetaymiz. Hamda xalqimiz ichidagi ba'zi shaxslar qo'pib bizning bu mustamlikachi jaholatga qilishimizni dinga bog'lab, ahli ilmlarga bog'lab, olim ulamolarga bog'lab tillaydigan ahvollar bor. Ba'zilar ziyolilarga bog'lab tillaydiganlar bor. Bu asli to'g'ri emas. Bu ilm deganninki asli bir yo'g'on bir chinorga o'xshaydi. Bu ilmninki fan bo'ldi, dini bo'ldi, har xil nimasi bo'ldi, sohalari bo'ldi. Hamda bu qaysi sohalarda bo'lsin, bu ilmning bir turi, fan bir turi, din bir turi. Har qanday bir inson o'zining dunyolik hayoti uchun bir fan o'qib, uningki o'zining kasbi, halol bir kasbini yaxshi egallash lozim. O'zining dünya ahirette ezip ketmeslik için, Allah'ın lanetiga qolmaslik için to'g'ri yo'lda menish uchun o'zi e'tiqod qilayotgan bu dinning mohiyatini va bu dinninki ahkomlarini ozdir ko'pdir tushunishi, haromni tushunishi har bir insonga buyurilgan vazifa. Hamda buni qilmay turib, qisman hujumni diniy zotlarga hujum qilib, qismanla fanni ziyolilarga hujum qilish asla qat'iy to'g'ri emas. Bu hamda yuqoridagi qarindoshlarimiz deb o'tdi, diniy sohaninki har bir diniy olimninki masjid imomlarining ustida qanchalik Xitoyninki tajovuzchi Xitoylarninki besimning bog'lig'ini shu diniy ishlar idorasi deymiz, islom jamiyati deymiz, uningdan keyin soqchilar deymiz, mahalladagi nimada deymiz, har bir diniy zotninki masjidlarda qo'yib o'tgan payloqchilardan, Xitoyning josuslardan o'njigimisi bog'li bor. Mushundaq sharoitning ichida shu alqanda o't saqlagandek bu dinni shunday saqlab kelgan. Hamda xoinlar yo'q emasmi, yo'qmi degan vaqtida yo'q emas. Bah xoinlar bor. Payg'ambar alayhisolatu vassalamning davridimi nurg'un xoinlar o'tgan, o'zining shu diniga xiyonat qilgan, hattoki payg'ambar alayhisalomga qilishga tegildi chiqqan. Bizning ichimizdami bu xoinlar bor. Ziyolilar bilan diniy sohaning o'rtasiga pishni va taqat qilib bor. Bularni hamda Alloh isloh qilsin deymiz. Millatimiz hamda shunday narsalarda biroz uyqusini ichib, fanni o'qigan ziyolilar bilan diniy o'qigan sohalardagilarning o'rtasiga shu bog'ninki yaqindan munosabatninki bo'lishi millatimizga xayrlik keltirdi deyman. Shu bilan ta'kidlab qo'ydim. Rahmat sizlarga. Ko'p rahmat tushunchangizni, hurmatli Abdulqahar hojim. Turg'un hojim, sizdan qo'shib qo'yadigan bir so'zlaringiz bormi oxirida? Men oxirda qo'shib qo'yadiganim endi bu bugungi tema ustoz Muhammad Solih haqida bo'layotganda ustozning yana bir alohidaligi shu arabchani, ya'ni uyg'urchani arabcha ifodalash. Yuqorida Hoji Qutlug' degandek arabcha she'rlarni yozgan, farscha she'rlarni yozgan. Ya'ni nurg'un ulamolarimiz, nurg'un arabcha o'qiganlarimiz arabchani uyg'urcha qila olamiz. Arabchani uyg'urcha tarjima qila olamiz. Ama uyg'urchani arabcha ifodalash bu alohida bir yuqori bir seviye talab qiladi. Shuning uchun
bu ustozning bu alayligini mi ko'zda saqlab qilmaslik kerak deb o'ylayman. Chunki Misrga kelgan vaqtida shu sahnada mukofotni olib bo'lgan vaqtida Misrni tasvirlab, Misrga atab bir she'r yozib ketdi arabcha. O she'rni o'qigandan keyin butun zodi Misr tavrab ketgandi. Bu kishi shundoq uzoq bir diyordan kelib, hem bu Xitoyning mustamlaka ostida izilayotgan, chekilayotgan shundoq bir yurtdan kelib, shunchalik darajada she'rlarni, ya'ni o'zining ichidan kelayotgan bu his tuyg'ularini arabcha, ya'ni boshqa bir til bilan ifodalab berganligi bu biz uchun alohida bir tuyuldi. Yani demek bu kişinin haqiqiy shunday bunda mukofotlar emas, bundan yuqori qanday mukofot bo'lsa yana erishishga haqli ekan degandek Misrliklar o'zi bizning ustozlarimiz, universitetdagi professor doktorlarimiz shunday deb bergandi. Yani demek bu kişinin bu alayligimi insonni haqiqatan qoyil qiladi. Rahmat. Ko'p rahmat, hurmatli Turg'un hojim. Vaqt munosabati bilan bugungi mashhur diniy olimimiz, adibimiz Mehmet Salih Damollam hoji to'g'risidagi muhokamamiz mushunchalik bo'ladi. Bugungi muhokamamizda qatnashgan suyimli qarindoshlar, shundaqla ekran oldida to'r orqali bu muhokamamizni ko'rayotgan barliq qarindoshlarga takrar samimiy salomimni yo'llayman. Hammalarning hozirgi vaqti xushvaqt bo'lsin. Kelar qitimliq muhokamamizda ko'rishaylik. Xo'sh.